Qadrdonlar, mana xudo xolasa bugun biz panilarimizga termizlar qilyapmiz. Biz paniga gilos navini ekkan edik. Ertaki pani sot mana xudo xolasa bularimiz zo'r o'sdi. O'tgan yili bitta ikkita meva qildi, nishonasini ham ko'rdik. Navi Realtiago ekkanmiz. Keyin Nimba degan navni ekkanmiz. Bularimiz Nimba. O'sishlari zo'r bo'lgan do'stlar. Mana bugundan termizlarni yopyapmiz. Bir kundan keyin limonni olib tashlash maqsadida qo'yilgan edi bu gilos. Lekin endi kim paniga gilos ekmoqchi bo'lsa, buni tashqarida katta tuylarda tayyorlab olib turib, keyin ichkariga olib kirish kerak ekan. Sababi tashqarida 2-3 yil yaxshi qarab turib, keyin ichkariga olib kirsa, tanalari zo'r pishayotgan, mevali shoxlar ko'payotgan. Panida baribir qanaqanchida kaltaklar zo'r pishavermas ekan. Olib kelib ko'rsating. Mana o'tgan ikkitadan mevalarni xudo xolasa ko'rdik. Mana shular hammasi meva do'stlar, biylar meva ko'rsatadi. Keyinchalik maqsad limonni olib tashlab, gilosdan yaxshi daromad olish edi. Xudo xolasa qarayapmiz. Kim endi panikka gilosni shopto'g'rini qanaqa daraxt olib kelib ekmoqchi bo'lsa, oldin tashqarida 1 yil, 2 yil buni katta tuyukchalarga ekib, katta tuyuklar bo'ladi. O'zini maxsus men videolarni ko'rdim. Ekkanlarda borib gaplashdim. Tashqarilarga ekib turib, buni tashqari tayyorlabdi, keyin panika olib kirish kerak ekan. O'sha xatoni qilmanglar, men qilgan xatoni. Meniki ham yaxshi, lekin u darajada to'liq gulbas, kam mevalari. Xudo xolasa mana limonlarni ham 200 kilocha uzdik. Keyinchalik olib tashlaymiz, o'rniga gilos qoladi. Sog' bo'lasizlar, Farg'onali bog'bonni kuzatishda davom etamiz. Layklarni bosamiz. Bugun mana chiroyli qilib termizlar qilyapmiz panigimizga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Akalarning umri bor. Pani sot giloslarimiz ham sotuvda bor. Aloqaga chiqib olasizlar. Yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham jamiki gilos navlarimiz dastlabki qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar.